Qilmay. Mana bir 15 kun burun bir-biridan non topolmay. Chap ko'zlari olib tashaldi. Iringlab ketgan zaxir nimasidan. Doktor gavhar qo'yish kerak bo'lmasa, bu ko'zi ham shu ahvol bo'ladi opa dedi. Hozir 2 yil bo'ldi. Hozir 55 ming pulim bor. 15 kunga yetkazishingiz kerak edi. Qizim 2-sinfda o'qiydi. Turmush o'rtog'ingiz xabar olib turadimi? 9 yil burun Rossiyadan shipir ustidan tushib ketgan. Opamizni hozirlarni oshxonasini sizlarga obzor qilib beramiz. Keling. Qilmay. Ha, bu yerda ovqatlar qilasiz. Ha. Muzlatgichingiz yo'qmi uyda? Yo'q-da. Yozda qanaqa saqlaysiz mahsulotlarni? Achigancha yeymiz. Kuxinnilaringiz bo'lishini xohlaysiz? Ayni tish qo'ydirish ham sharoitim bo'lmagan. Masalan, bitta davlendan dori 22 ming so'm bo'lsa, shunga ham muhtoj qolgan kunlarim bo'ladi. Mana bir 15 kun burun mana shu ahvolga tushaman. Bir-biridan non topolmay qolgan kunlarim bo'lgan. Xudodan kecha kunduz shuni so'rayman, shu onam yaxshi o'lib bir oyoq ustiga yursa bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Agar Allohim jonim so'rasa berardim. Onangizlar uchun. Bularda nima bor va sizda nima bor? Agar biz e'tiborli bo'lsak, bulardan yordam qo'lini ayamasak, albatta yaxshi bo'ladi va bular bir umr sizlarni duo qiladi. Bu xonadonda 3 ta zaifa yashaydi, 3 ta ayol kishi. Shuni har birini o'rniga o'zimizni onamizni, singlimizni yoki ayolimizni qo'yib ko'radigan bo'lsak, hech bo'lmasa 5 ming so'm, 10 ming so'mda ehson qiladigan bo'lsak, bularning hayoti yaxshilanib ketadi. E'tiborsiz qoldirmaydi. Vaqf xayriya jamoat fondi